Do'stim, bugun kichkina bir tadbirim bor edi. Shunga bo'sh bo'lsa ham bozorlik qilishga qarashib borasanmi? Shu bugun iloji yo'q dey og'ayni. Bolalarim nevaramni surpriz qilib tashlab ketishdi. Mana qarab o'tiribman. Bog'chaga bermadinglarmi hali? Yoshiga to'lishini kutyapmiz. Izzadagi geniyumga beringlar. 3 yoshga to'lishini kutish shart emas. 1,5 yoshdan qabul qilishadi. Xo'sh. Oliy ma'lumotli pedagoglar bolajonlar bilan alohida yondashuv asosida shug'ullanishadi. Kun davomida tibbiy hamshira nazoratida bo'lishadi. 5 mahal sog'lom ovqatlanish mutaxassis nazorati ostida tuziladi. Logoped xizmati orqali nutq va talaffuzida kamchiligi bor bo'lgan bolalar bilan ham alohida shug'ullanishadi. Massaj va gidrovanna xizmatlari orqali bolajonlarning sog'lom rivojlanishiga ko'maklashishadi. Hattoki tuzli xona ham bor. Bu bolaning immunitetini mustahkamlashda katta yordam beradi. Katta guruhlar uchun esa robototexnika darslari tashkil etilgan. Kichik guruhlar uchun esa Montessori metodikasi asosida o'ynab o'rganish tizimi joriy qilingan. Darslar 100% rus tilida olib boriladi. Ingliz tili bo'lsa chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatilinadi. Xo'sh, ma'qulmi? Doda. Ichkariga kiramizmi? Kiramiz. Yuring.